har doim shu qabristonga kelganimda qalbimga taskinlik topaman. Sababi tirikligida kibr qilganlar qabrda bir qarich joyga muhtoj bo'ladi. Shu so'zni o'zimga savol berib aytaman. Nima uchun deb? Sababi tirikligimizda hammamiz mol dunyo, obro' mansab, birovni haqqidan qo'rqishlik degan narsalarni unutib qo'yamiz. Shu mol dunyoyim bor, qo'limda hamma narsa keladi deb o'zimizni o'tga uramiz, cho'qqa uramiz. Mansabimizga ishonamiz, lekin shu yerda yotgan hammasini mansabini qarang, qayerda qoldi? Oilasining orasida, do'stlarining orasida, tilida qoldi. Lekin bu yerga kelgandan keyin faqatgina mayit degan ismi qoldi.